قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 28-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda sizlarga o'tmoqchi bo'lgan mazmun biz ilgirki soatlik darsimizda beshiga kesel harf aralashib qolgan fe'lni o'rgangan. Shundaqla o'ttirga kesel harf aralashib qolgan fe'lni o'rgangan. Endi bugun biz kesel harf oxirga aralashib qolgan fe'lni o'rganamiz. Ya'ni masha, kawa, jara, rama, beka. Masha mangdi, kawa dezmallidi. Jara aqti, yugurdi. Rama otdi, o'qiya atdi. Beka yig'lidi. Endi bu fe'llar qaraydigan bo'lsak, bularning hammasining oxirida ya dan iborat bir kesel harf bor. Endi biz buni mu'tallul lam, ya'ni lamning barobarida kesel harf bo'lgan fe'l deb ataymiz. Ya'ni fa'ala degan o'lchamdagi lamning barobarida, ya'ni oxirgi harfida kesel harf bo'lgan fe'llarni biz mu'tallul lam deb ataymiz. Masha, kava bular hammasi ana shu mu'tallul lam fe'llar. Endi bu fe'llarning turilishi tuandikicha. Ya'ni mashaning bu yerda turilishini berdim. Mushuning o'xshash tuandiki fe'llarning hammini va bundan boshqa mushu oxirida kesel harf bo'lgan fe'llarni mushu bo'yicha turisanglar bo'ladi. Bunun tafsiloti masha, mashaya, mashaw, mashat, mashayata, mashayna, mashayta, mashaytuma, mashaytum, mashayti, mashaytuma, mashaytunna, mashaytu, mashayna. Mangdi bir er kişi, meşaya mangdi iki er kişi, meşav mangdi köp er kişi, meşet mangdi bir ayal kişi, meşayata mangdi iki ayal kişi, meşeyne mangdi ular ayallar. Meşeyte mangdınız siz bir er kişi, meşeytuma mangdınızla iki er kişi, meşeytum mangdınızla köp er kişi, meşeyti mangdınız siz bir ayal, meşeytuma mangdınızla iki ayal, meşeytunna mangdınızla köp ayallar. Meşeytu mangdım men, meşeyna mangdoq biz. Mana muş 14 xil siği boyunca yuqorqi fe'llarning hammasi turinadi. Masalan, jara, jaraya, jarav. Jarat, jarayata, jarayna. Jarayta, jaraytuma, jaraytum, jarayti, jaraytuma, jaraytunna, jaraytu, jarayna. Kava, kava, kavaya, kavav. Kavat, kavayata, kavayna. Kavayta, kavaytuma, kavaytum, kavayti, kavaytuma, kavaytunna. Kavaytu, kavayna. Mana mushuningga o'xshash. Sizlar oldi bilan mushu mashani o'lcham qilib, pishiq yodlab bo'lgandan keyin qolganini shu bo'yicha tulisanglar bo'ladi. Endi biz buningki mudori shaklini, ya'ni hozirgi va kelgusi zamonni bildiradigan mudori shaklini o'rganamiz. Masha yemshi, ya'ni bu yemshi shaklda chiqadi. Bunun turilish ahvoli tuandikicha. Yemshi, yemshiyani, yemshuna, temshi, temshiyani, yemshina, temshi, temshiyani, temshuna, temshina, temshiyani, temshina. Emshi, nemshi. Yemshi, mangdu bir er kişi, yemshiyani, mangdu iki er kişi, yemshuna, mangdu köp er kişi, temshi, mangdu bir ayal, temşiyani mağdu iki ayal, yemşine mağdu köp ayallar. Temşi mağsız siz bir er kişi. Temşiyani mağslesiler iki er kişi. Temşune mağslesiler köp er kişi. Temşine mağsız siz bir ayal kişi. Temşiyani mağslesiler iki ayal kişi. Temşine mağslesiler köp ayallar. Emşi mağamen men, nemşi mağamez biz. Mana bu mashab degan fe'lninki modi va mudorisininki turilish ahvoli. Endi mu'tallul lam bo'lgan fe'llarninki modi va mudorisi mushuning o'xshash holatda turiladi. Masalan, yabki, yermi, yemshi, yabki. Undan boshqa yakvi, yajri deganga o'xshash fe'llarmi mushuning o'xshash turiladi. Sizlar oldi bilan
Buni pishiq yodlashinglar kerak. Ravon holatda. Bugungi darsimizda asosliq mushu oxirida kasallari bo'lgan, ya'ni mu'tallul lam bo'lgan fe'llarni tunishib chiqamiz. Buning tafsilotini darsimizning oraliqida so'zlab qolamiz. Endi buningki oldiga sokin qilguvchi omil kirsa qandoq bo'ladi? Shundaqla buningdan fe'l amri qandoq chiqadi? Buni biz dars oraliqimizda so'zlab qolamiz. Chunki buning qoidasi biz ilgirki darslarimizda so'zlagan qoidaga o'xshashmaydi. Bunda azroq o'xshamaslik bor, buni biz shu dars oraliqida tushuntirib qolamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu thamin val 20, 28-dars. Oldi bilan biz yangi so'zliklarni o'qitaylik. El-kelimatul jadida, yangi so'zlar. El-asha'u, kashk tamoq. El-yaminu, o'ng. O'ng taraf. Shundaqla o'ng qo'l deganini bildiradi. Shundaqla o'ng degan ma'nosi bor. O'ng so'ldagi o'ng. El-yasaru, sol. Shundaqla sol qo'l degan ma'nosi bor. At-tahqiqu, tekshirish degan gap. Tahqiq, tekshirish. Shundaqla inchiklash degan ma'nosi bor. Inchiklash. Tanavulun degan asosli qo'lda qilgan ishlarning hammasiga degandek ma'noda. Ya'ni tanavulun tamoq yeyish, dori yeyish, elish, suv ichish deganga o'xshash. Ilahun ilah, alihatun ilahlar. Al-qumamatu axlat. Qavmun qavm millat degan gap. Qavm millat. Al-laylu kecha. An-naharu kunduz. Turabun tuproq, tuproq topa. Ahlun, ahl degan gap. Ahl, masalan, ahlul Qashqar desa, Qashqarliklar, Qashqar ahli. Shundaqla ahlunninki oilasi degan ma'nosi bu, oila. Masalan, ahli desa, mening oilam deganga o'xshash. Oila, jamat degan ma'nosi bu. Sahibun, hamroh degan gap. Ashab, hamrohlar. Hada, hada hidayat qildi, yahdi hidayat qiladi. Mumazzaqun, mumazzaqun degan gap yirtilgan degan gap. Yirtilgan, titilgan. Tava yatwi, tava qatladi, yatwi qatlaydi. Ata yati, ata yati, ata keldi, yati keladi. Tabi'a yatba'u, agashdi, agashidu. Vaqa'a yaqa'u, tushdi, tushidi. Yangi so'zlikning ahvoli mana shu. Endi biz tekstlarni o'qiylik. Ad-darsu thamin val 20, 28-dars. Bu İbrahim Suat o'tirisidagi dialog ekan. Maza taf'alina ya binti? Ey qizim, binti, nima ish qilyapsiz? Akwi thiyab allati ghasalnaha amsi. Tunugun yugan kiyimni dazmollayapman. Akwi, ya'ni kava yakvidan chiqqan akwi, xuddi amshi deganga o'xshash. Akawaytil qamisa al-abyad, oq ko'nglakni dazmolladingizmi? Oq ko'nglakni dazmolladingizmi? Na'am kawaytuhu, shundoq uni dazmolladim. Wal qamisal akhdar, yeşil ko'nglakni chu, vo kelga chu. La lam akwihi ba'd, yo'q, texi uni dazmollamadim. Saakwihi al-ana inshaalloh, Alloh xolasa uni hozir dazmollayman. Wal manadilu akawaytiha, va lungula uni dazmolladingizmi? Ummi kavatha fis sabah, anam dazmolladi uni at deganda. Aturidina an taquli li shay'an, xohlamsiz deyishni menga bir narsa, ya'ni menga bir narsa deyishni xohlamsiz? Na'am,
Şundaq. İnne zemileti Selva da'atni ila beytiha hadal masa. فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. Şundaq. Hakikaten savaqdışım Selva çağırdı meni üyüge, beytiha, üzünün qınaq üyüge. Hadal masa, bu akşam. Fe'ercu, an ümit qiliman ruxsat qilishinizni manga berishqa uning üyüge asr namazdan keyin. İzhabi varji'i ba'da salatil maghrib. Biring ve qayting sham namazdan keyin. Ya Aba Muhammed, ta'al huna vanzur. Ey Aba Muhammed, ta'al, bu yaxkilan, huna vanzur. Bu yaxkilan ve qarang. İnne Muhammeden yecri ala sullem. Muhammed, hakikaten Muhammed yuguruvatudu ala sullem. Şota üstüde. Sullem degen şota. Şota üstüde yuguruvatudu. Akhşa en yaqa. Qo'rquvatiman. Akhşa. Qo'rquvatiman en yaqa. Tushib ketishidin. Vaqa'a tushdi. En yaqa tushib ketishidin qo'rquvatiman. La tejri ya Muhammed. Yugurma ey Muhammed. Ta'al huna. Bu yakel. Ma haza biyaminuk. Nima bu o'ng qo'lingdagi? Bu yerdagi biyaminuk olsa o'ng qo'lingdagi. O'ng qo'lingdagi nima? Arini. Manga ko'rsat. Arini olsa ara ko'rsatdi. Arini olsa manga qanday qilgan ko'rsat. İrmi hada. Buni tashla. Hada turab. Bu topa. Yadkhulu Mahmud. Mahmud kiradi. Assalamu alaykum va alaykumussalam. جئت اليوم متأخرا يا محمود. جئت اليوم متأخرا يا محمود. فما السبب؟ Ey Mahmud, bugün kechikib kelding. Nima sabab? Shakawtu al-yawma ahada zumalai ila al-mudir. Shikoyat qildim bugün saboqdoshlarimning birini mudirga. Fatalabna ila maktabihi lit-tahqiq. An talab qildi bizni ishxonasiga lit-tahqiq tekshirish uchun. Lima shakawtahu? Nimishqa shikoyat qilding uni? لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويطوي أرواقها. Çünkü o daim يأخذ كتبي kitaplarımı alıyordu ve defatiri ve defterlerimni alıyordu ve yatwi arwaqaha ve katlaydı varaklarını. Ma hadihil halava allati ma'ak. Siz bilan bilib bo'lgan bu tatliq turumlar nima? Hadiyetun hadihi em işteraytaha. Bu hediye mu? Ya ki onu qanday qildingiz mu? Satib oldingiz mu? İşteraytuha liannani uridu an ad'uwa thalathatan min zumalai ila beytina gadan. Onu satib oldim. Çünkü xalayman chaqirishni 3 nafar saboqdishimdin uyimizga ata. Ud'uhum litanawulil asha. Chaqiring ularni kashk tomoq yeyish uchun ba'da gadin o'gillikka. Ba'da gadin degan o'gillikka. Fasayakunu ammuka Musa aydan ma'ana inshaalloh. An tog'ingiz Musa ham biz bilan bo'ladi Alloh xolisa. Tamarin ko'nikmala. Ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Buni tekstga asosan sizlar javob berasizlar, bu sizlarga topshiriq. Endi ikkinchisi qaraydigan bo'lsak, ya'ni bugungi darsimizning asosiy mazmuni, ya'ni mu'tallul lam. Lamning barobarida, ya'ni oxirgi harfida kesal harf kelgan fe'llarning misollari kava, yakvi, masha, yamshi, jara, yajri, rama, yarmi, baka, yabki. Da'a, yad'u. Bumu oxirida kesal harf ba, alif ba. Bunun oxirida ya ba. Ikkilisi qanday kesal harf. Da'a, yad'u. Chaqirdi, duo qildi. Yad'u chaqirdi. Shaka, yashku. Shikoyat qildi, shikoyat qildi. Tala, yatlu. Tilovat qildi, tilovat qildi. Ya'ni Qur'on o'qidi, Qur'on o'qiydi. Maha, yamhu. O'chirdi, o'chirdi. Afa, ya'fu. Kechirdi, kechirdi. Endi bu fe'llarning turlish ahvoli biz darsimizning 5ida jadvalda ko'rsatilganga o'xshash. Shu bo'yicha turlaysizlar.
Üçüncüsü teammelil emsale. Tüendeki misallarını mülahize kılın deydi. ثم اكتب المضارع المرفوع والمضارع المجزوم والأمر من الأفعال الآتية. Ondan keyin peş okulgan mudari'ni, sakın okulgan mudari'ni ve tüendeki fiillerden emrini çıkarayın deydi. Dikkat. Beke bu fiili madi. Yebki bu fiili mudari, merfu şekli. Yani aldığı hiç qandaq amil kelmegen peş okulgan halde. Yebki. Bu yef'alu degan ölçemge tushmadi o. Yebki desek, yef'alu qana qilmadi, tushmadi desek, bunun aslisi, hammasining aslisi yebkiyu, yemshiyu, yakwiyu, yef'ilu deganga o'xshash. Yakwiyu, yebkiyu desek, yef'ilu qana qiladi, dal tushadi. Yebki, yemshi, yakwi. Endi bunun pesh holati mushu bo'yicha bo'ladi. Ha, mushu bo'yicha yakwi, yemshi, yebki deb mushu bo'yicha bo'ladi. Endi bunun sakinlik holati chu deganda, ya'ni oldiga sukun qiladigan, sakin qiladigan bir omil kirib qasqandaq bo'ladi deganda, lamga o'xshash, langa o'xshash, laun nahiyaga o'xshash oldiga sukun qiladigan omillar kirsa, oxirisidagi kesal harf qo'shib tushib ketadi. Qanday qilib o'tamiz? Tashlab o'tamiz. Ya'ni yebki bo'lsa, lam yebki. Qaranglar, oxirgi yana qanday qilib o'tamiz? Tashlab o'tamiz. Yemshi, lamna kelsak, lam yemshi. Yana qanday qilib o'tdik? Tashlab o'tdik. Yakwi, lam yakwi. Yana qanday qildik? Tashlab o'tdik. Endi fi'l amri shu desa, buningdagi qoida shuki, oxirini sakin qilishga to'g'ri kelib qolgan yada, ya'ni oxirida kesal harf bo'lgan fi'lni oxirini sakin qilishga to'g'ri kelib qolgan yada, shu kesal harf qanday qilinadi? Tashlanadi. Bu yerda lamna kirsak, oxir sakin qilish to'g'ri keldi. Bu vaqt qanday qildik? Tashlab o'tdik. Endi fe'l amr og'ili qopqa vaqtimizdami, birinchi qadam nima edi? Oxirini sakin qilish. Bu yerdami oxirgi harfi qo'shilib qanday qiladi? Tashlanib ketadi. Masalan, yabki, tabiki degan fe'ldan masalan amr olsak, oldin qanday qilamiz? Oxirini sukun qilamiz. Bu kesal harf, shunaqla sukun, shundaqo. Endi bu kesal harfni qanday qilamiz? Tashlab o'tamiz. Yabki bo'ldi, shundaqo. Tabki, yabki bo'ldi. İkinci qilib mudari tarafini qanday qilib o'tamiz? Tashlab o'tamiz. Yabki deganni olsak, masalan, yani tashlab o'tdik, oldidagi mudari tarafini qanday qildik? Tashlab o'tdik. O'quvli bo'lmadi, chunki ba sukunlik holatda. Sukunni qanday qilolmaydi? O'quvli bo'lmaydi. O'quvli bo'lmagan vaqtda buningga bir alif tipini qanday qilamiz? Hamzani birini akab beramiz. Hamzining pash o'qilganini kelamdiq, zir o'qilganini kelamdiq, zir o'qilganini kelamdiq deganda o'tturdagi harfi, ya'ni aynning barobaridagi, masalan, baka desak, aynning barobaridagi harfi qaysi bo'ladi? Pa, a, la degandagi aynning barobaridagi harfi kap bo'ladi. Baka. Unda bo'lsa kap qaraymiz. Kapning barobaridagi harfi, ya'ni kap degan harfi agar zir o'qilgan bo'lsa, zir o'qilgan alifni kapirimiz. Nima bo'ladi? Ibki. Qaranglar, ibki bo'ldi. Agar mushu kapning o'rnidagi harf pash yoki pash bo'lib qolsa, buningga pash o'qilgan alifni kelamiz. Undaq bo'lmay zir bo'lib qolsa yoki zara bo'lib qolsa, zir o'qilgan alifni keltiramiz. Yebki deganda o kap zir o'qilgach nima keldi? Zir o'qilgan alifni ibki, yig'lang degan bir amr chiqdi. Masha yemshi. Yemshi fi'li mudari. Endi buningga sakin qilgan omil kirsa, ya'ni o'xshashlar oxiri sukun o'qildigan yerda tashlanib ketadi. Ya'ni lamning kirishidan oxirini qanday qilib o'tdik? Tashlab o'tdik. Lam yemshi. Qani lam fi'li mudarining oxirini sukun qiladi. Qani bu yerda sukun qilgani desa, oxiridagi mudoriyat harfining tashlanib ketganligi sukunlikning nima bo'ldi deymiz? Alomat bo'ldi deymiz. Lam yemshi, lam yakwi. Mushuning o'xshash. Buni amrisi mushuning o'xshash. Ya'ni biz fe'lidan amr chiqarmoqchi bo'lsak, tunji qadam uning oxirgi harfini sakin qilatdik. Endi qarab baqsak, buning oxirgi harfi kesal harf ekan. Kesal harf sukun qildigan yerda qana qiladi? Tushib ketadi. Undaq bo'lsa biz yemshining oxirgi harfini tashlab o'tdik. Undan keyin mudoriyat harfini ilib o'tdik. Mim sukunlik bo'lg'achqa buni o'qig'ili bo'lmadi. Bu bir alifga ehtiyojlik bo'lib qoldi. Buning bir alif akeldik. O'tturdagi harf, ya'ni aynning barobaridagi harfi shin zir o'qilg'achqa buningga zir o'qilgan alifni akeldik. Nima bo'ldi? Imshi. Imshi, mang degan bir buyruq belniyasidik. Ikvi shuningga o'xshash, ya'ni yakvi, masalan, asli fi'li mudori muxotabdan chiqadi shundaqo. Takvi. Takvidni olsak, oldi bilan oxirini sukun qilamiz. Qarab baqsak, oxir kesal harfni bil elib tashlab o'tdik. Kesal harfni yakvi bo'ldi. Andan keyin mudoriyat harfini elib tashlab o'tdik.
kap sukun holatda buning bilan o'qilib bo'lmadi. Bu yerda bir alifga ehtiyojlik bo'lib alifni birga keldik. Qarab baqsaq ayning barobarligi bu zir harf ekan. Onda bo'lsa buningga zir o'qilgan alifni birga keldik. Ikvi bo'ldi deymiz. Mana shunga o'xshash chiqaramiz. Masalan, jara. Buning mudorisi nima chiqadi? Yejri. Lamni kirgandan keyinchi lam yejri. Yaqinda qiladi bu yerdagi tashlanib ketadi. Lam yejri. Fe'l amrisichi ijri. Jara yejri degandan keyin ra zir o'qilgandan keyin buningga zir o'qilgan alifni kiramiz. Ijri. Rama yermi lam yermi. Buningda yaqinda qiladi tashlanib ketadi. Irmi fe'l amrdimi yaqinda qiladi tashlanib ketadi. Bana yebni lam yebni. Lamning kirishi bilan sukun qildigan yerda kesal harf tashlanib ketdi. Fe'l amrdimi bana yebni ibni chiqadi. Ibni. Yuqorida biz so'zlagan qoida bo'yicha. Saqa yasqi lam yasqi isqi. Sizlar yuqoridagi men bu yerda so'zlab tushundigunni pishiq tushungandan keyin tuandagi bu yerga fe'l mudori'ni, bu yerga sukunlik holatini, lam bilan bu yerga fe'l amrni yozsizlar. Bu fe'llardan bana qurdi ya, uy qurdi, bina qurdi deganga o'xshash. Saqa sug'adi, sug'adi. Bu bir qoida qarang. Tuhzafu lamul fi'lil mu'tal al-lam fil mudari' al-majzum va fil amr deydi. Tashlanadi lamida kesal harf bo'lgan fe'lninki lami. Ya'ni lamida kesal harf bo'lgan fe'lning lami degan gap, oxirgi harfida kesal harf kelgan fe'lninki shu oxirgi harfi tashlanib ketadi. Sukunliq mudari'da, ya'ni sukun o'qiladigan mudari'da va amirda deydi. İqra meyli tüendekilerini okun deydi. Bana İbrahim aleyhisselam el-Ka'bede. Kurdi İbrahim aleyhisselam Ka'beni. Limada tecri ya vuleyd. Nemişka yugureysiz bala. La termi. La termi. El-kumamete fi şari' ya ahi. Kardeşim yolga ahlet taşlaman. La termi. Karanlar fi'alun nahimu. Bu fiilin ahına kanda kılıdı. Sukun kılıdı. La termi. İsqini ma'en bariden. Soğurun meni soğuk su. İsqini ma'en bariden. Soğurun meni soğuk su. Bilen. La tebni beyteke fi hadihil qarya. Kurman uyunuzni bu kenetke. Lem ye'ti. Karanlar eta ye'ti. Bunun ahırda keseleri ba. Lemne ekirsek sukun kıldığı yerde ahırda keseleri kanda kanıdı çüp gidiyordu. Lem ye'til mudirul yevme. Bugün müdür kanda kanıdı kâmidi. Limada yebki tiflu ya Amina? Amina bala nimiş yığlaydı? İcri ya velet yügür bala deyen qo'shash. Qolganini o'zing anglashib boqing. İhdi qolgan. İhdina so'z ihdi bo'lsa hada yahdini hidoyat qildi, hidoyat qilding. İhdi bo'lsa hidoyat qilgan na bizga sirotul mustaqim to'g'ri yo'lda bizga hidoyat qilgan. La tamshi fi shamsi. Kunnu şems degan gap, kundu mangma degan gap, ya'ni aptapda mangma. Qani zon tarjima qilib boqing. Qarab boqadigan bo'lsak, Alloh azza va jalla fi suratul filda alam tara. Qarangmi? Lam shundag'i asli tara bu yerda bir yadim birisi bor. Kesalari bo'lgan yadim birisi bor. Lamning kirishdan yaqinda qildi, tushib ketdi. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ko'midingizmi qandoq qildi sizning Robbingiz fil egillarini, ya'ni fil egillarini qanday qilganligini ko'rdingizmi? Bu yerdagi ashabning egisi degan ma'nosi bor. Hamrohdan boshqa. Ta'ammal misal, misalni muloyiza qiling deydi. Thumma uktub al-mudari' al-marfu'a wal-mudari' al-majzuma wal-amra min al-af'al al-atiya. Ondan keyin pesh qilgan mudari'ni, sukun qilingan mudari'ni va tuandagi fe'llardan amrni chiqaring deydi. Qarab boqadigan bo'lsak, bu mu oxirda kesillar bo'lgan fe'llarning qatoridan. Ya'ni oxirda vudni iborat kesillari bor. Da'a fe'l modi shakli. Yad'u mudari. Mudari degan yef'alu o'lchimida bo'ladi. Bu yad'u desak, yef'alu tushmadi desak, buning aslisi yad'u. Yef'ulu tushudi. Yef'ulu tushudi. Yad'u deymiz. Shakaningchu yashku, tala, yatlu, maha, yamhu. Afa, ya'fu. Mana mushu bo'yicha buning mudorisi chiqadi.
Endi buningga sukun qilguvchi omil kirsa, qanday bo'ladi? Buning oxirgi kesalar qanday qilib ketadi? Tashlanib ketadi. Lam yashku. Lam yashku. Lam yatlu. Lam yamhu. Lam ya'fu. Oxiridagi kesalar qanday qiladi? Tushib ketadi. Aytdim, lam yad'u. Bu qanday qildi? Tushib ketdi. Endi fe'l amri cho desa bu o'xshash. Masalan, yad'u desak, buningdan fe'l amri olmoqchi bo'lsak, tunja qilib oxirini qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Qarab baqsak, buni oxiri kesal harf sukun holatda ekan. Unda bo'lsa, bu kesal harfni qanday qilamiz? Tashlab o'tamiz. Ondan keyin mudorat harfini tashlasak, bu yerda dal sokin, bu yerda o'qig'uli bo'lmaydi. Bundaq ahvol aslida bu yerda bir alifga ehtiyojli bo'lamiz. Alifdan bir nakalamiz. Endi buningda zir o'qilgan alifni kelamdiq yoki pash o'qilgan alifni mo desak, qarab baqadigan bo'lsak, aynning barobaridagi o'ttirlik harf ayn. Mana bu ayn pash holat ekan, unda bo'lsa buningga pashlik alifni kelib beramiz. Ud'u bo'ldi. Ud'u bo'lsa chaqir, duo qil degan ma'noda. Shaka yashku. Bu shuningga o'xshash. Masalan, tashku desak, oldi bilan oxirini qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Qarab baqsak kesalar ekan, kesalar harfni sukun qildigan yerda tashlab o'tamiz. Ya'ni oxirgi harfni tashlab o'tdik. Undan keyin tashkudagi mudorat harfini tashlab o'tdik. Shin sokin holatda buni o'qig'ili bo'lmaydi. Buningga alifdan birini akalamiz. Qarab baqsak tashku, ya'ni kaf harfi pash o'qilug'liq ekan, aynning barobaridagi harfi. Unda bo'lsa, buningga pash o'qilgan alifni akalamiz. Ushku bo'ladi. Qolgani mushu bo'yicha buningdan fe'l amri chiqadi. Qolganini o'zinglar chiqarib ishlab baqinglar. Bu sizlarga topshiriq. Iqro mayali tuandakilarni qanday qiling? O'qing deydi. Shakani zamili ilal mudarrisi va ana shakawtuhu ilal mudir. Shikoyat qildi meni saboqdashim o'qituvchiga. Men shikoyat qildim uni mudirga deydi. Sizlar shu yuqorida to'lab ko'rsatgan jadval bo'yicha shakani, tala hamma fe'lni o'zinglar turlab ishlaysizlar. Talal imamu suratul fil fi ar-rak'atil ula va suratul ikhlas fi ar-rak'atil thaniya. Tilovat qildi imom sura fe'lni birinchi rakatda va sura ixlosni ikkinchi rakatda deydi. Qolganini o'zinglar tarjima qilib baqinglar. 11-ci qaranglar. Qala Nuh alayhissalom dedi Nuh alayhissalom, Robbi, ey Robbi degan gap Allohni ko'rsatdi, Parvardigor, inni jazman man da'awtu chaqirdim, ya'ni da'vat qildim qavmimni, ya'ni millatimni, qavmimni laylan va nahara, kechada va kunduzda. Men qavmimni kechada va kunduzda qanday qildim? Dinga da'vat qildim, chaqirdim. Bu sura Nuhda kelgandek. Dedi Alloh taolo suratul Baqarada ulaika degan gap avla yad'una ilan nar, chaqirdu o'tqa. Nar degan o't. Vallohu yad'u ilal janna. Alloh chaqirdu naga? Jannatga. وقال في سورة يونس ودد سورة يونس دا والله يدعو إلى دار السلام. الله tinchlik o'ylusiga qanday qiladi? Chaqiradi. Va sura Qasasda wala tad'u, chaqirmang. Qaranglar, lain nahiya fe'l mudorining oxirini sokin qiladi. Sokin qildigan yerda bu oxirgi kesal harf bo'lg'achqa qanday qildi? Tushib ketdi. Shuning uchun wala tad'u bo'l deymiz. Chaqirmang Alloh bilan ilahan axir, boshqa ilohni. Alloh bilan boshqa ilohni qanday qilmang? Chaqirang. Faqat Allohni yegona holatda chaqirang deydi. 7-si asnidil af'al al-atiya ila al-ghaibati thumma al-mutakallim kama huwa muwaddihun fil misal. Asnidil af'al al-atiya. Yulang tuandagi fe'llarni g'oibaga, uchinchi shaxs ayollik quyulang. Ondan keyin mutakallim, ya'ni birinchi shaxs quyulang, xuddi misolda ko'rsatilgandek deydi. Hamidun baka. Hamid yig'ladi. Bu yerdagi baka uchinchi shaxs erlik birlik. Endi buni g'oiba deydi. Uchinchi shaxs ayollik birlikka yulaymiz. Baka, bakaya, bakav, bakat shunday-ku. Bakat, aminatu bakat. Amina yig'ladi. Ana bakaytu. Men qanday qildim? Yig'ladim. Mushu bo'yicha bu yerga g'oiba uchinchi shaxs ayollik birlik shaklini, bu yerga mutakallim birlik shaklini yozsizlar. Masalan, Hamid rama, Aminatu ramat, ana ramaytu. Hamid ata, Aminatu atat, ana ataytu. Hamid jara, Aminatu jarat, ana jaraytu. Deganga o'xshash.
Baka şunda o aslisi bunun aslisi bakat böyle elif asli ba. Endi bu elif sakin. Bu ayollikning ta'simi qanda? Sakin. Ikki dona sakin bu yerda uchrashib qolish to'g'ri bo'lmag'achqa elif qanday qilib ketgan? Tashlanib ketgan deymiz. 8-incisi ajib anil as'ilatil atiya bin nafi musta'milan lam. Tuandagi savollarga lamni ishlatgan holda nafi bilan javob bering deydi. Lamni ishlatimiz abaka tiflu bala yig'ladimi deydi. Endi yig'lamadi desak deymiz. Lamni kelib ishlating deydi va lam yabki. Lam yabki. Ya'ni bu yerdagi oxirdagi qanday qilindi? Tushib ketadi. Lam yabki. Akawaytal qamisa ko'nlakni dizmaldingizmi? Lam akwi. Bu yerdagi qanday qilindi? Tushib ketadi. Ashakakal mudarrisu ilal mudir shikoyat qildimi seni o'qituvchi mudirga lam yashku. Lam yashku. Bu yerdagi oxirdagi harf qanday qilindi? Kasallar tushib ketadi. Ada'awta zamilaka ilal bayt chaqirdingizmi saboqdoshingizni uyga deydi. Lam ad'u. Lam ad'u. Bu qanday qilindi? Tushib ketadi. Demak, lamni kirsak sukun bo'ladigan yerda kasallar qanday qilindi? Oxirida kasallar bo'lib qolsa tushib ketadi. Bu bir qoida. Qolganini mushu bo'yicha o'zinglar ishlab boqinglar. 9-incisi adkhil lan nahiya alal fi'l allazi bayna qawsayn. Lan nahiyani ikki tirnoq o'ttirisidagi fe'lga kirgizing. Amama kulli jumla hamma jumlaning oldidagi ondan keyin uning bilan jumla qanday qiling to'liqlang deydi. Endi la nahiyani bu tirnoqchadagi fe'lni oldiga kelamiz. Ondan keyin mushu fe'l bilan boshini qanday qilamiz to'ldiramiz. Tashku qaranglar. Ni dedim, meni dedim. Ustoz mudirga meni shikoyat qilmang. Buningga lan kiramiz. Unda bo'lsa la tashkuni ilal mudir ya ustaz. Ba'd bu qanday qilindi? Tushib ketadi va la tashkuni ilal mudir ya ustaz. Bo'ladi. Tabni. La kiramiz. La tabni. La kirsak ya qanday qilindi? Tushib ketadi. La tabni. La tabnil masjida fi hada ash-shari'. Bu yo'lga masjid salmang. Ya valad dedi. Endi la kiramiz. La tabki. Ya tushib ketadi. La kirsak. Chunki lamu qanday qilindi? Sakin qiladi oxirini. Oxirini sakin qildigan yerda kasalar bo'lib qolsa, kasalar tushib ketadi dedik. La tabki ya valad. Tatwi. La tatwi hadhihi al-waraqata ya akhi. Bu varaqni qatlamang ey qarindishim. Mushu bo'yicha lani akirib, lani akirgandan keyin oxirgi harfini tashlab o'tib, undan keyin bu yerga yozib ishlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. 10-incisi ta'ammal ma yali tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Ya'ni nasiya yansa. Bu fe'llar qaraydigan bo'lsak, bu hammasining oxiri nima? Kesal harf bor fe'l. Endi bu fe'llarga lam, ya'ni fe'l mudori'ni sukun qiladigan omilni oldiga akalsak, oxirgi kesal harfi qanday qilinadi? Tashlanib o'tiladi. Yansa, lamni kirsak lam yansa. Ya qanday qilinib ketdi? Tashlanib ketdi. Fe'l amridimi tashlanib ketdi? Insa. Ya'ni fe'l amrida oxirini sukun qilamiz. Sukun qildi desak, oxirgi kesal harfgan, unda bo'lsa buni qanday qilamiz? Tashlab o'tamiz. Mudori harfini ib tashlab o'tdik. Nun sakinlikkin. Buning bilan o'qig'ili bo'lmadi. Alifga ehtiyojliq bo'ldik. Alifdan birini akeldik. Alifga zir harakat berdik. Nima uchun? Chunki buning o'ttiridagi aynning barobaridagi harfi zir o'qilgan bo'lg'achqa alifga zir harakat berib insa bo'ldi. Ana mushu bo'yicha. Xashiya yaxsha, ixsha, qo'qqin. Lam yaxsha. Baqiya yabqa, lam yabqa. Qammidi ibqa. Qabqag'in deganga o'xshash. 11-incisi iqra mayali tuandakilarni o'qing deydi. Abaqiya minat ta'ami shay'un tamaqtin bir narsa qoldimi? La lam yabqa minhu shay. Qabqamidi uningdan bir narsa. Lamning kirishi bilan ya qanday qilinib ketdi? Yabqadagi ya tashlanib ketdi. Zahabat ummi ila Makkata va baqiyat hunaka shahrayn. Katta anam Makkaga va qolib qoldi u yerda 2 oy. La tansa ma qultu lak. La tansa lamu sakin qiladi va shuning uchun oxirgi harf qanday qilinib ketdi? Tashlanib ketdi. La tansa ma qultu lak. Unutma sana degan narsani. Men sana degan narsani qanday qilma? Unutma. Nasitu ma'na hadhihi al-kalima. Bu so'zning ma'nosini unutdim.
İhşallaha ve la tahşa ahaden gayrah. Allah'tan kork. Allah'tan başka hiçbir kişiden qana qılma, korkma. Ana ensa kethira. Men köp unutup qalaman, ensa. Xo'sh, unda bo'lsa qolganini o'zinglar ishlab boqinglar. Bu yerda bir hadis bor ekan, buni men ishlab beray. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yatba'ul mayyita thalathatun. Agishidu meytga 3 narsa qana qiladi, agishidu. Ahluhu, uning ahli. Ya'ni oil tavobati, va maluhu va uning meli, va amalu va uningki amali deydi. Ya'ni dunyoda qilgan ish izlari. Fayarji'u ithnan va yabqa wahidun. İkisi qaytidi va qolib qoladi birisi deydi. Yarji'u qaytidi ikkisi, qoladi birisi. Yarji'u ahlu, qaytidi ahli, oil tavobati, va malu, uning meli, va yabqa amalu. Uning amali qanday qoladi? Qolib qoladi. Hamidun masha, aminatu mashat, hamidun nasiya, aminatu nasiyat. Sizlar buni dastlabki ko'rsatilgan jadval bo'yicha turli sanlar bu sizlarga qiyin to'xtamaydi. 12-si isnadu masha ila damair deydi. Mashani damayirlarga yulash. Xo'sh. Qarab baqadigan bo'lsak, mashani bu yerda g'oyibga, muxotabga, mutakallimga yulab bu yerda turlagan. Biz buni darsning boshida ko'rsatdik. Sizlar shuni pishib o'rgansanglar, bu sizlarga oddiy. Sizlar shu mashqni pishib o'rgansanglar bo'ladi. Onun üçüncüsü yemşini damarlarga yulash. Yani yemşini biz sig'ilashni darsning boshida o'rgatdik. Sizlar shuni pishiq sig'ilasanglar bo'ladi. 14-si fe'l amr mashadin, fe'l amrni damarlarga yulash deydi. İmşiya Muhammed qalan erlik birligi imshi. İmshu erlik köplüki. İmshi ayollik birligi, imshina ayollik köplüki. Yani bunun sig'ilishi İmşi, imşiya, imşu, imşi, imşiya, imşine. Şu 6 xilga tölinadi. Nasiya bumu 14 turga tölinadi. Nasiya, nasiya, nasu, nasiyat, nasiyata, nasina, nasita, nasituma, nasitum, nasiti, nasituma, nasitunna, nasitu, nasina. Muşu boyunca. Sizlar 14 sig'ini pishiq sig'ilasanglar, bu mashqni sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan shu. 16-si yansani damayirlarga yulash deydi. Ya'ni yansani mudori shaklini to'lash. Yansa, yansayani, yansawna, tansa, tansayani, yansayna, tansa, tansayani, tansawna, tansina, tansayani, tansayna, ansa, nansa. Mush 14 sig'i turinadi. Ya'ni erlik birlik, erlik köplük g'oyib. Ayollik birlik, ayollik köplük g'oyib. Erlik birlik, erlik köplük muhattab. Ayollik birlik, ayollik köplük muhattab. Mutakallim birlik, mutakallim köplük. 17-si nasiyandan fe'l amrininki damayirlarga yulash deydi. Ya'ni insa erlik birligi, insav erlik köplüki. Köp adamga unutinglar demek olsak insav deymiz. Bir ayol kishi demek olsak insay deymiz. Köp ayollar demek olsak insayna. Yani bu 6 turga turiladi. Yani insa, insaya, insav, insay, insaya, insayna. Bu shu 6 xil turga. 18-si da'ani damayirlarga yulash. Yani da'ani turlash. Da'a, da'ava, da'av, da'at, da'avata,
Da'avna, da'avta, da'avtuma, da'avtum, da'avti, da'avtuma, da'avtunna, da'avtu, da'avna. Muşu boyunca 14 turgu töleysizler. Yad'u, yad'u andi fi'lun fi'l mudari'si. Yad'u, yad'uani, yad'una, tad'u, tad'uani, yad'una, tad'u, tad'uani, tad'una, tad'ina, tad'uani, tad'una. Ad'u, nad'u. Bu fi'l mudari'si. Da'a degan fi'ldan fi'l amrini damarlarga yo'lash. Ud'u, erlik birlik shunda go. Bu mu altı götürülüdü. Ud'u, ud'uwa, ud'u, ud'i, ud'uya, ud'uwa, ud'una. Şu altıga. Bu yerda töddani bergen. Yani ikilik yo'q. Men sizlarga hozir ikilikni qatib deb berdim. Ud'u erlik birlik, ud'u erlik ko'plik, ud'i ayollik birlik, ud'una ayollik ko'plik buyruq shakli. Erini degan gap hamda bu ko'rsatdi gap. Eri bo'lsa ko'rsat degan ra'a degan fe'ldan chiqqan emir, buyruq. Yaqulul mudarrisu likulli talib min at-tullab deydi o'qituvchi har bir o'quvchiga o'quvchilardan ya fulan, ey palani, ey Ahmad deganga o'xshash arini kitabak, men kitobingni ko'rsat. Arini sa'atak, arini qalamak, arini daftarak. Ya'ni men qalamimni ko'rsat, daftarimni ko'rsat deb o'quvchilarga mushtaq bir savol tashlab, arininingki ishlatish o'rnini o'quvchilarga o'rgatadi deydi. Bu sinflarda o'zaro qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, o'qdoshlar, unda bo'lsa, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.